Qadrli jurnalistlar, qadrli hamkasblar, O'zbekiston Pro Ligasi 4-turdan o'rin olgan Fardu G'azalkent uchrashuvidan keyingi matbuot anjumani. Matbuot anjumanining ikkinchi qismida biz bilan Fardu jamoasi bosh murabbiyi Shavkat Yusupov ishtirok etyaptilar. Shavkat aka, dastlab bugungi o'yin haqida fikrlaringiz? Bugungi o'yin tomoshabob o'yin bo'ldi deb aytsak bo'ladi. Stadionga tashrif buyurgan, bizni qo'llab-quvvatlagan muxlislarga kattakon rahmat deymiz. O'yin so'ngigacha bizni qo'llab turishdi. Tomoshabob o'yin bo'ldi. Gollar bo'ldi. Uchrashuvda so'nggi daqiqasida urgan golimiz bizni mag'lubiyatdan qutqarib qoldi. Bolalar xarakter ko'rsatishdi. Qandaydir bolalarda charchoq alomatlari sezildi. Xudo xolasa bu ustida ish olib borib, keyingi uchrashuvlarga yana ham yaxshi formaga olib chiqib olib, ular jismoniy holatlarini, kamchiliklar ustida ishlab, keyingi uchrashuvga tayyorgarlik ko'ramiz. Pro Ligada ko'ryapmiz, oson o'yinlarning o'zi yo'q. Hamma jamoalar yaxshi tayyorgarlik ko'rishgan, kurashishyapti. Chempionat endi boshlandi. Xudo xolasa keyingi uchrashuvlarda g'alaba qozonib, muxlislarimizni, rahbariyatni, bizni qo'llab-quvvatlagan hammani xursand qilishga Xudo xolasa harakat qilamiz. Zaxiradan o'yinga qo'shilgan Boburbek Farhodov gol urdi. Keyinchalik majburiy tarzda zaxiraga olindi jarohat tufayli. Uni jarohati qanchalik jiddiy? Boburbek Farhodov Jayhun jamoasiga qarshi o'tkazilgan o'yinda oyoq mushaklarida biroz jarohati bor edi. Shu sabab Sho'rtan bilan uchrashuvga bormasdan uni davolayotgan edi. Yaxshi o'zini his qilyotdi, lekin to'liq tuzalmagani bilindi. Chiqib jamoaga yordam berib, durang qildi, birinchi golimizni urdi. Lekin baribir jarohat o'z so'zini aytdi, majbur bo'ldik uni yana qayta o'zgartirishga. Soh Muhammadiyev ham jarohatdan qaytib safga qo'shildi. Bugun o'ynadi. Ushbu hujumchini o'yinlari haqida fikringiz? Sohib Muhammadiyevni qishki yig'inlarimiz vaqtida jamoaga qo'shib olgan edik. Qishki yig'inlar vaqtida u o'zini yaxshi ko'rsatdi. Deyarli har bir uchrashuvlarda gollar urdi. Chempionatimiz boshlanishidan oldingi so'nggi uchrashuvda jarohat olgandi. Shu sabab birinchi oldingi turlarni qo'yib yubordi. Sekin uni formasiga tushirish uchun bugun unga imkoniyat berdik. Xudo xolasa keyingi o'yinlarda yana optimal formasiga kirib olsa, jamoamizga yordam beradigan hujumchi deb bilamiz. Rahmat, savollar bo'lsa. Jamoa so'nggi o'yinlarga e'tibor beradigan bo'lsa, ko'proq standart vaziyatlarda va ikkinchi qavatdan hujum qilib gollar uryapti. Bugungi bahsda ham ko'proq hujumni ikkinchi qavatdan amalga oshirilgani Rizayevazovga urg'u berilyapti. Agar jamoa Rizayevazov jarohat olgan taqdirda ikkinchi plani bormi? Chunki futbolchilarimiz ko'pi bo'yi o'rta darajada. Bu standart vaziyatlardan hozir hamma jamoa buni ustida ish olib boradi. Standart vaziyatlardan bu bitta katta reja hisoblanadi har bir jamoada. Bizda ham shunaqa rejalarimiz bor. Xudoga shukr, o'sha rejalarimiz hozir o'xshayapti. Ikkinchi qavatda o'ynaydigan, bosh bilan yaxshi o'ynaydigan himoyachimiz bor, hujumchilarimiz bor. Hozircha yaxshi ketyapti. Rizayevazov o'ynamagan o'yinlarda siz aytgandek bo'yi sal undan pastroq bo'lgan o'yinchilarimiz ham boshqa kuchli taraflari bor. Shuning uchun bizda bu tomondan muammo yo'q deb bilamiz. Rejalar bor, ha? Rejalar bor. Savollar bo'lsa. Bilamiz, aprel oyi O'zbekistonda Boxing Day deb aytilyapti. Ya'ni aytib o'tganingizdek, tig'iz taqvim keyingi bahs Qoraqalpog'istonda bo'ladi. Ya'ni Aral maydon sun'iy bu jamoani o'yiniga qanchalik ta'sir qiladi? Bilamiz, Aral o'z uy uchrashuvlarini sun'iy maydonda qabul qilishadi. Bu futbol ularda ham xohlaydi, futbol rivojlanishini. Shu sabab boramiz. Maydon sun'iy bo'lsa ham bolalarimiz birinchi bor o'ynashmayapti bu sun'iy maydonda. Bizda ko'nikma bor. O'ylaymizki, Xudo xolasa bolalar
yana bir bor o'zlarini futbolga bo'lgan chanqoqliklarini, matonatlarini ko'rsatishib, yaxshi uchrashuv o'tkazishadi deb o'ylaymiz. Rahmat. Yana savollar bo'lsa? Assalomu alaykum. G'azalkent bosh murabbiyi aytish bo'yicha ikkinchi bo'limda asqoq boshlanishiga sabab Maysa deyishdi. Bu Maysa Fardu jamoasiga qanchalik foyda berdi yoki-da ziyon keltirdi? Ular aytish bo'yicha ikkinchi bo'limni yaxshi boshlamasligining asosiy sababi Maysa bo'ldi. Endi tushuntirish uchun aytib o'taman, maydon yumshoqroq degan fikrda aytdi. Asosiy sabab gol o'tkazib olishlariga asosiy sabab mana shu deb aytib o'tishdi. Bu qanchalik to'g'ri? Endi har bir murabbiyning o'zini mustaqil fikri bor. Hamma murabbiyning fikrini hurmat qilamiz. Hammaga endi har xil kimdir past ajriqli maydonda o'ynar, kimdir balandda o'ynar. Lekin hammada o'zini tanlovi bor. Bizni maydonimizni tayyorlayotgan mutaxassislar ham har o'tgan yilgi Pro Liga bahslarini ham xuddi shunaqangi maydonda harakat qilganmiz. Bu yilgi uchrashuvlarimizni ham hammasida shunaqa o'tgan yil qanaqa davom etgan bo'lsa, bu yil ham shunaqa davom etyapti. Savollar yo'q bo'lsa, ishtirok uchun barchaga rahmat. Keyingi o'yinlarda omad tilaymiz. Rahmat.